Qisqasi O'zbekiston terma jamoasi Kanadaga mag'lub bo'ldi. Milliy terma jamoamiz Kanadaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushib, Edmonton shahrida stadionga 50 mingdan ortiq muxlisni jamlashga erishdi. Birinchi bo'limda hisob ochilmadi. O'zbekiston yaxshi vaziyatlarga ham ega bo'ldi. Har ikki jamoa ehtiyotkor harakat qilgan bo'lsa-da, maydonda keskin kurashlar kuzatildi. Ikkinchi bo'limda esa mezbonlar ustunlikni qo'lga oldi. 58-daqiqada Jonathan Osario hisobni ochgan bo'lsa, qo'shimcha daqiqalarda Jayden Nelson ikkinchi golni urib, Kanada g'alabasini ta'minladi. 2-0. Orada yana bir gol esa ofsayd qayd etilgani uchun hisobga olinmadi. Shunday bo'lsa-da, SofaScore nashri ushbu uchrashuv uchun futbolchilarimizga o'z baholarini berdi. Eng katta ballni esa Abduqodir Husanov oldi. 7.1. Eng past baho esa Otabek Shukurovga tegishli. 5.9 baho. Eslatib o'tamiz, Kanada 2026-yilgi Jahon chempionati mezbonlaridan biri hisoblanadi. Mundialga tarixda ilk bor yo'llanma olgan O'zbekiston esa turnir oldidan kuchli raqiblarga qarshi tayyorgarlik uchrashuvlarini davom ettirmoqda. Keyingi raqib Niderlandiya bo'ladi.